Tunda haydash va charchoqning oldini olish. Tunda ko'rish cheklovlarini tushunish. Tunda ko'rish qobiliyati sezilarli darajada yomonlashadi. Chunki ko'zlar yorug'lik va qorong'ulik o'rtasida tez-tez moslashishi kerak bo'ladi. Yon tomonga ko'rish maydoni cheklangan, chunki faralar faqat yo'lning old qismiga yorug'lik tushiradi. Kunduz kuni aniq ko'rinadigan obyektlar tunda ko'rinmas bo'lishi mumkin. Bu esa potensial xavfni erta sezish imkoniyatini pasaytiradi. Tunda ko'rishni yaxshilash uchun choralar. Agar siz haydash paytida retsept bo'yicha ko'zoynak taqsangiz, ularni toza saqlang. Kir yoki chang bosgan ko'zoynaklar tunda yorug'lik nurlarini aks ettirib, haydashni qiyinlashtiradi. Old oynani ham toza saqlash muhim. Agar oynangiz toza bo'lsa, lekin ko'zoynak iflos bo'lsa, bu ko'rish sifatini kamaytiradi. Kunduz kuni quyoshdan himoyalovchi ko'zoynak taqish tavsiya etiladi. Bu ko'z charchoqlarini kamaytiradi va tunda ko'rish qobiliyatini yaxshilaydi. Qarshi kelayotgan transport vositalari yorug'ligidan himoyalanish. Yo'lning o'ng tomoniga qarang va oq chiziqqa e'tibor bering. Bu sizning yo'lingizni to'g'ri saqlashga va faralar yorug'ligidan ko'zni himoya qilishga yordam beradi. To'g'ridan-to'g'ri faralarga qarashdan saqlaning. Bu vaqtinchalik ko'rish buzilishiga olib kelishi va haydash qobiliyatini pasaytirishi mumkin. Yuqori faralarni faqat kerak bo'lganda ishlating. Qarshi kelayotgan mashinalar yaqinlashganda past faralarga o'tish tavsiya etiladi. Tunda haydash paytida charchoq xavfi. Charchoq tunda haydashning eng katta xavflaridan biridir. Charchagan haydovchilarning reaksiya vaqti sekinlashadi va ular noto'g'ri qaror qabul qilishi mumkin. Yo'lda charchagan haydovchilarni kuzatib boring. Ular yo'nalishdan chiqib ketishi yoki transport vositasini boshqarishda xatolarga yo'l qo'yishi mumkin. Tunda charchoqning oldini olish usullari. Kabinani salqin saqlang. Haddan tashqari issiq kabina uyquchalikni oshirishi mumkin. Har 2 soatda tanaffus qiling. Mashinadan tushib, biroz cho'zilish yoki yurish organizmni tetiklashtiradi. Agar o'zingizni haddan tashqari charchagan his qilsangiz, to'xtang va dam oling. O'zingizni zo'riqtirib harakat qilish haydovchi va boshqa yo'lovchilar xavfsizligiga putur yetkazishi mumkin. Uyqu yetishmovchiligining salbiy ta'siri. Ko'pchilik kattalar kuniga 7-8 soatlik uzluksiz uyquga ehtiyoj sezadi. Faqat 2 soat kamroq uyqu ham haydash qobiliyatini yomonlashtirishi mumkin. Jumladan e'tiborning pasayishi, reaksiya vaqtining sekinlashishi, koordinatsiyaning buzilishi. Kam uyqu iste'mol qilish odatlariga ham ta'sir qiladi. Charchagan odamlar odatda ko'proq ovqat yeyishga moyil bo'ladi. Oddiy uglevodlarga boy, shakarli mahsulotlarga ehtiyoj ortadi. Uyqu yetishmovchiligi kayfiyatni ham yomonlashtirishi mumkin. Bu esa haydash jarayonini stressli va xavfli qiladi.